Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, mana 21-dekabr Toshkent Jidda yo'nalishi bilan kelgan guruhimiz mana ibodatlarni qilib, bugun inshaalloh vatanimizga qaytyapmiz. Mana tayyor hammalari hojonalar o'tirishibdi, hozir avtobusimizni kutib. Assalomu alaykum hojilar, tushdinglarmi, yaxshimisizlar? Firmamiz haqida ikki og'iz fikringlar, ibodatlar, sharoitlar, oziq-ovqatlar yaxshi bo'ldimi? Yaxshi, xudo xolasa. Sumkalarimizni olib Yaxshi. boshimizga ham gap yo'q. Rahmat. Sizga ham. Yaxshi bo'ldi, hamma yoq xudo xolasa. Sharoitlar, oziq-ovqatdan muammo bo'lmadi, ibodatlar yaxshi. Alhamdulillah yaxshi. Yaqinlarga yana kelish tavsiya qilasizlarmi bizni firmadan? Yaxshi bo'ldimi? Siz bilan kelish tavsiya Bo'ldi. Rahmat. Sizga gap yo'q. Rahmat. Xudo xolasa Alloh taolo qayta kelishni nasib qilsin. Mehnatingizga rozi bo'ling. Men roziman ming marta. Sizlar ham rozi bo'linglar. Savoblarni yaxshi qildirdingiz. Xudo xolasa qayta kelishni nasib qilsin. Xo'p.